Hey yo, what's up? Hammaga salom. Sizlar bilan Shaha Bro kanali. Bugun sizlar bilan biz qo'rqinchli videoni birgalikda tomosha qilishga harakat qilamiz. Ozgina formatimiz o'zgargan. Yoqdimi, yoqmadimi? Buni kommentariyada bildirib qoling. Qani bo'lmasam biz videoni boshladik. 2023-yil 18-sentyabr. Do'stlar raqs konsertidan oldin mashq qilish uchun uylardan birida uchrashadilar. Ular bir necha kundan keyin chiqishlari kerak. Shuning uchun ular raqslari mukammal xoreografiya qilinganligiga ishonch hosil qilishni xohlashadi. Kecha davomida do'stlar guruh raqslarini suratga olishdan oldin yakkaxon raqsga tushishadi. Ammo bir necha soatdan keyin ularning so'zlariga ko'ra juda g'alati narsa yuz bermoqda. Ular xonada o'yin o'ynashayotgan edi. Juda dahshatli narsa yuz berdi. Qanaqa dahshatli narsa ekan u? Wait, middle, down. Qani videoni ko'raylik-chi. Yeah. I feel like I'm in a 90s dance. Let's do it. You can only move when the lights are off. You can't Hop. move when the lights are on. You have 5 moves to get to me. Are you ready? Yo. Ya, просто anaqa bo'lsa kerak edi. Yo. Oh. Ya, bu normallik-ku. To'g'rimi? Nimasi yomon buni? Hell no. Короче, bu inglizchalik nima dedi? Tushuntirib beraman sizlarga. Hozir biz o'ynaymiz dedi. 5 sekund chiroq o'chirib turaman. Qimirlab olasan. 5 sekund yoqib turadi. O'sha paytgacha короче menga yaqinlashib olishing kerak, har xil pozada bo'p dedi. Bo'ldi. Shuni короче o'rtoqlar shuni endi bajaryapti. Bir-biri bilan endi o'yin o'ynayapti-da, bratchikalar. Hop. Mayli, hozircha eplayapti, lekin normal. Aha. Oh my god. Sorry. Set yo'q dedi. Something fell right? And it U just fell ana off. shkafdagi narsa uchta turibdi dedi. Ha, u shkafda turadi. Ushab ko'r, u og'ir tushib ketishi mumkin emas. Sen unga tegindingmi? Touch it. Yo'q, men teginmadim. Men lampa qimirlayapti. Nima deb o'ylaysizlar? Bilmayman. Oh shit, tasavvur ko'ringlar. O'rtoqlaring bilan o'yin o'ynayapsizlar-da, onasini hamsin. Keyin mana shunaqa figня bo'lib qoldi. Nimalar bunaqa situationda? Lishda men so'kardim onangni nimaga. Ular bu Chaq o'yinni o'ynashganda baqardi. bu juda qo'rqinchli edi. G'alati bir narsa sodir bo'ladi. Video tugashi arafasida kamerada baland shovqin eshitiladi. Qizlar jim bo'lib qoldi. Hop, brat. Chunki ular bu nima ekanligini allaqachon bilishgan. Chiroqlar o'chirilganida tushgan xrustal idish bu tokchada xavfsiz bo'lganini hisobga olsak, bu g'alati edi. Tokcha emas-ku, brat, anaqa Egasining aytishicha, u juda shkaf. og'ir. Shunchaki yiqilib pastga tushib keta olmaydi. Kimdir yoki biror narsa haykalchani uloqtirganga o'xshaydi. Shiftdagi chiroqqa qarang, chunki o'z-o'zidan harakat qiladi va keyin shkafning eshigi birdan o'z-o'zidan ochiladi. Do'stlar vahima ichida xonadan qochib ketishadi. Endi ular keyin nima qilish Shkafga bor-ku, shkafga. Odam chiqib olishi, lekin nerealni agar kimdir shkaf ichidan ochmoqchi bo'lsa, tim bo'lib tepaga qurilgan shkaf ekan, menimcha chiqqan bo'lishi mumkin. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga go. kerakligini tushunishlari kerak. Hop. Quyidagi videoda video. ular qizini so'kishmoqda, chunki juda bezovta qiluvchi Qaysi ota-ona qizini so'kar ekan, o'tirgizib qo'yib. Понятно. Biz tarafda faqat uradi, yo, urib so'kadi. narsa sodir bo'lmoqda. Qizning so'zlariga ko'ra, kimdir yoki biror narsa shkafning ichida harakatlanmoqda. U hatto bu harakatni shkaf shit. eshigidagi tirqishdan ham ushlay oldi. Soat 1 da Lekin bu ko'ryapman ichida dedi. kim yoki nima borligini tekshirishga jur'at eta olmaydi. Bu onani juda xavotirga soladi, chunki ular bir muncha vaqt davomida uyda g'alati hodisalarni boshdan kechirmoqda. Ular uyda qorong'uda kimdir yashashiga ishonishadi. Ushbu yozib olingan lahzaga qadar hammasi taxminiy edi. Sherri ismli ayol xonasida tikuvchilik qilayotganda qizi uning orqasida o'yinchoq bilan o'ynayapti. Qiz Hop. onasiga shkafda nimadir qimirlayotganini aytadi. U darhol telefonini olib suratga olishni boshlaydi. Hey guys, just wanted to jump on really quick because I had to stop sewing. My daughter just said that something weird really happened and we
we've been experiencing a lot of Короче, onasi aytayapti, hey guys degan endi bilasizlar-ku o'zingizlar. Salom hammaga. Hey guys deyapti. Короче, biz uyimizda nerealniy narsalar bo'layapti deyapti. strange things lately, just different noises and stuff. O'zi mana qo'g'irchoqlar turishini qaranglar. Mana hozir ko'rsataman, qara. Qarang. Something weird. Mana been qarab happening. turlar, We've been qarab turlar. experiencing a lot of Qarab turinglar. O'zi mana bu mana shu qo'g'irchoqni o'zi qo'rqinchli turishi va turishi. under the closet door. Dver shkafa. Короче, qiz aytayapti, eshik orqasida nimadir bor deyapti-da. Adashmasam shunaqa deyapti. Shkafmi, eshikmi bu nima? Voy onangni emmagir. Is that what scared you? Что-то тебе sen nimadir qo'rqityaptimi dedi. Qizdan so'rayapti. Shkaf svetini yoqib qo'ydi. Shkafda svet bor ekan, bularda kayf-ku. Onasini hamsin bizda tualetda ham svet yo'q. It's okay. Hammasi yaxshi. Hammasidan ham qo'rqinchli bunov muzikasini qaralar, muzikasini o'zi qo'rqitadi-ku odamni. Onang bunov qo'g'irchoqqa yo. Ko'rdilarmi? Qo'rqinchli maneken yerga tushishdan Qo'rqinchli maneken emas, oddiy maneken. To'g'rilagan qo'rqinchli tan olaman. Chunki qo'g'irchoq harakatlanayotganda ikkalasi ham uning yonida bo'lmagan. Ular buni qilish uchun juda uzoqda edilar. Sarosimaga tushib qo'rqib vahima ichida xonadan qochib ketishadi. Uyning hamma joyida manekenlar bor. Chunki Sheril tikuvchilik bilan shug'ullanadi va bu qo'g'irchoqlarda o'z liboslarini namoyish etadi. Onang o'zimni eshikni ochdi-ku. Eshikni ochgan zahoti maneken yangi dronlar eshikni ochgan zahoti maneken turishini o'zi nerealniy qo'rqinchli edi, ishoninglar. Men shuni qo'rqib ketdim. Olmazorda sinab ko'rmoqdalar va to'satdan kadrda qo'rqinchli rasm paydo Ha, bo'ladi. bu qo'rqinchli rasm emas bu. Dron bir necha Hech qanaqa o'nlab qo'rqinchli metrga rasm emas. ko'tariladi. Qachonki biz chuqur toshloq maydonining o'rtasida ekanligini payqashimiz mumkin. O'rmonda qandaydir satanistik marosim bo'lib o'tmoqda. Da. Bu Satanistik dahshatli marosim emas manzara. bu. Satanistik marosim emas bu. Осуждаю такие вещи, осуждаю bu ritual, короче. Mana shunaqasiga ular o'zlarini shayton bilan gaplashayotgan deb o'ylab bolalar qiladi. Осуждаю такие вещи. Satanistik alomatlar Осуждаю, максимально осуждаю odamlar такие вещи. ko'rsatish taqiqlangani uchun ba'zi kadrlarni xiralashtirishga to'g'ri keladi. Lekin bu bilan tugamaydi. Do'stlar bu yerga yaqinlashib, u yerda nima bo'layotganini o'z ko'zlari bilan ko'rishga qaror qilishdi. Ular bu joyni topishganida tun qotib qolgan edi. Ular dahshatli marosim o'tkazayotgan bu sirli raqamlarni ko'rishadi. Kostyumlari xuddi qo'g'irchoqnikiga o'xshar edi. Ammo eng dahshatlisi shundaki, bu haqiqatan ham sodir bo'lmoqda. Chunki diqqat bilan qarasangiz, ular qandaydir bir bechorani qurbon qilishayotganini ko'rasiz. Ular jabrlanuvchini yalang'ochlab, jarohatlangan holda atrofida aylanar edi. Осуждаю, максимально осуждаю такие вещи. Videoda ona va uning ikki farzandi juda bezovta qiluvchi narsalarni ko'rib, uy tashqarisida turishadi. Ular endigina sayrdan qaytishgan edi. Ikkinchi qavat oynasida nimadir ularni e'tiborini tortdi. Hech kim ishonmasa, oila a'zolari buni qog'ozga tushirib qo'yishdan boshqa iloji yo'q edi. Tungi sayrda o'zlari bilan olib ketgan chiroqlar yordamida oila derazani yoritadi va buni ko'radi. Alright, my daughter's room is up there, and we keep seeing some. Alright, put your flashlight up. Nima ko'rdi? Tushunmay qoldim. Nimadir bekinyapti. Qizi. Просто qizi. Alright, flash it up there. Хорошо, bas. Yo'q. Now it's Yaxshi. Put your flashlight down. Hop. Let's see if it'll do it again. Alright, put it up. Hurry. Oh, Nima bu?
Umuman Har safar tushunmayapti. yorug'lik derazaga tushirilmasa, pardalar o'z-o'zidan harakatlanadi. Ammo diqqat bilan qarasangiz, pardalar ochilganda barmoqlar ko'rinmasligini ko'rasiz. Pardalar ortida kimdir bormi? Ammo u yerda hech kim yo'qdek bo'sh ko'rinadi. Qarang keyin nima bo'ladi. Alright, let's see if it'll do it one more time, baby. Повторим еще раз. Put your flashlight up. Nima bor pastda? Farar yoqib o'chirib, undan ko'ra shuni chiqib tekshir. Onasini emsin, to'g'rimi? Nima deysizlar? Qo'shlasizlarmi yo'qmi? Ha, mana endi eshitib qolish gapimni. Alright, here's the upstairs. Вот mana Just wanna show you verxu. guys. Mana biz tepaga chiqyapmiz. No one behind the door. Eshik orqasida hech kim yo'q. Here's my daughter's room. It's a little messy, I'm sorry. Bu qizimning xonasi. Men sizlarga ko'rsataman. I just want to show you. Mana bu yerda uni kiyimlari bor. Bu yerda hammasi yaxshi. Nobody in the closet. Here's Bu the yerda hech window nima right yo'q. over here. Bu yerda ham hech nima yo'q deyapti. Nobody. Not a single person up here. Ona xonani tekshiradi. U yerda hech kim yo'q edi. U buni videoda tushuntirishga harakat qiladi va bu holat bir necha bor sodir bo'lganini Nima deb aytadi. o'ylaysizlar? Agar bu xonada hech kim bo'lmasa, jalyuzini kim tushirgan bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikringizni yozing. Shu yozib qo'yinglar kommentariyada o'z fikringlarni. YouTuber yigit o'z uyida sodir bo'layotgan poltergeist faoliyatini hujjatlashtirgan bir qator videolarni baham ko'radi. Keling ko'rib chiqaylik. Bu birinchi lavha 2022-yil 5-fevralda yuz bergan. Yo-mayo. Yo-mayo. Maksimal qo'rqyapman men. Yo, prosta tasavvur qilib qo'yinglar-da. Tasavvur qilib qo'yinglar, qarach, uylarda o'zini-o'zi mana shunaqa nima edi, narsa ochilib yopilsa, nimadir bo'lsa. Yo, endi montajmasini bilmayman, prosta bu slishkim realniga o'xshab ko'rinyapti-da. Davom etadi. Boshqa xonada esa bu sodir bo'ladi. Montajga o'xshamayapti-da, qarayda. 21-fevralda olingan ikkinchi klipda poltergeist o'z oshxonasini strategik Klip emas, brat, video. Oh shit. Nima bo'lyapti? Kechqurun bunaqa video ko'rish anchalik to'g'ri-ya. Aha. 10-avgust kuni olingan 3-klipda poltergeist garajda shovqin suron ko'tarayotgani uchun YouTuber uning kamerasini ushlab oldi. Bu u qo'lga kiritgan narsa. Demonic sounds degani shaytoniy ovozlar, jinn ovozlari degan. Nima tursin o'tda sutak? Kamerasiga tushirilgan kadrlar. Surqovdan, tezda surqov, tezda. Tezda surqov. Yashang kelsa surqov o'tdan. To'g'rimi, nima deysizlar? Shayton ovozlari davom etmoqda. Ukam o'tda oddiy narsa qimirlab ketsa surish kerak, yo'q bo'lib qolish kerak o'zi o'tdan. Shundan Butun so'ng country lekin suratga olish uchun bitta kamerani garajda qoldirdi va buni qo'lga oldi. Я осуждаю такие вещи. Ё-моё, нереальный. Va nihoyat 12-noyabr kuni u yashash xonasi yaqinida qandaydir faollikni qo'lga kiritdi. Kitob javonini tomosha qiling. Ё-моё. Qanday bu o'z-o'zi qimirlashi mumkin? Prosta tushuntirib beringlar menga. Ё-моё. Mana bu boshqa burchakdan. Bularning barchasi albatta men uchun tashvishli ko'rinadi. Menimcha bu shu ishga mas'ullarni chaqirish uchun yetarli dalil. Bu ishga kim mas'ul? Bu ishga kim mas'ul masalan?
virusli video butun internetda tarqalmoqda. Erkak mashinasi bilan o'ynayotgan bolasini videoga oldi. Aha. To'satdan ular osmonda qandaydir qiruvchi uchayotgandek shovqinni Ya, endi bu nerealniy, bu endi montaj. eshitdilar. Bu Ammo endi bu montaj, boshqa narsa 100%. edi. To'g'rimi? Uning orqasida bunday bo'lishiga nima sabab bo'ldi? Dumaloq jism ularning ustidan ancha yuqori tezlikda uchib o'tadi va bir soniya ichida bulutlar orasida g'oyib bo'ladi. Sizningcha bu Bu montajmi montaj, yoki montaj ustimizda 100%. mana shunday jismlar uchib yuribdimi? Montaj 100% montaj. Montaj bu akalar. O'z fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Bugungi videomiz shundan iborat bo'ldi. Qiziq bo'lgan bo'lsa, shuni kommentariyaga tushib, qiziq bo'ldi, mana shu anaqa vaqt yozib qoldiringlar. Ishonsa bo'ladimi, yo'qmi, nima deb o'ylaysizlar? Tun. Mayli, bizga mana shu joyigacha yetadi, azizlar. Shunday pastga tushib, obuna bo'lib qo'yib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar, bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.